har qanaqa nozik tabli mehmonlaringiz ham ko'nglidan boshqacha joy oladi. Toshkentliklarning mastavasini uy sharoitida ko'rsatib o'taman. Piyozni yoda tillarang qilib qovurib, go'shtni nomiga qovurib, kartoshka, sabzi, pomidor, ikki xil bolgarskiy, chesnok va selleri solib, ovqat qizartiradigani va ziravorlarini solib, suv qo'yib bitta qaynab chiqqandan keyin pasolovga qo'yib qo'yamiz. Guruchlaringiz dona-dona bo'lib chiqish uchun sariyog yoki yog'ni solib, guruchlarni nomiga qovurib, tuzini berib, pasolovga dimlab qo'yamiz. Margarinni eritishga qo'yamiz. Xuddi shuncha sutni olib, ozgina shakar, bir chimdim soda va tuzni solib, unni ozgina-ozginadan qo'shib, yumshoqqina xamir qora olamiz. Xamirimizni ikki qismga bo'lib, yupqagina qilib yoyib olamiz. Chetlarini qo'limiz bilan buklab chiqamiz. Bitta xamirimiz taxminan 2 qarich uzunlikda bo'ladi. Xamirni 16 bo'lakka bo'lib, chakishlab, ustidan tuxum sarig'ini surib, sedanani sepamiz va 200 gradusda usti qizarguncha taxminan 15 daqiqaga qoldiramiz. Azizam, endi siz shirali va shohona mastava tayyorlashni bilasiz.